Oqsoqollar, hurmatli fermerlar, mana bu maydonda mana g'alla o'rimini boshladik hozir duolaringiz bilan. Bu yangi usulda ekilgan g'alla, yangicha usulda ekilgan g'alla. Mana shu maydonga 2025-yilda paxta ekilgan edi. Tomchilatib sug'orish usulida paxta ekilgan edi. Tomchilatib sug'orishni usullari ko'p ekan, lekin Jizzax viloyatida mutaxassislar fikrlashib, ana shu lentani tuproqqa ko'mgan holda tomchilatib ekaylik paxtani. Bu lenta, mana shu lenta ko'proq vaqt xizmat qilsin. U quyoshda qizib qolmasin, Bunga tashqi zarar, har xil zarar kunandalar bor. Sichqon teginadi, qushlar teginadi, chiya bo'ri sudraydi, haligi shamol uchiradi. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun tuproqni tagiga qo'shqator qilib ekilgan paxtani orasiga ko'mib ekaylik degan tavsiya berishgan edi. Shundan keyin mana shunday qilib ekildi. 60 sentnerdan yuqori paxta olindi. Shundan keyin lenta joyida qoldi. Lenta joyida qoldida mana shu lenta bilan g'alla ekildi. G'alla ekib sug'orilgandan keyin 5 kundan keyin ko'chat olindi. Dalada ariq yo'q, sug'orish yo'llari yo'q. Shuni hisobiga ham 15-20% yana maydon qo'shildi hisob, boshqa eski usulga nisbatan. Doimiy ravishda tagida namlik saqlandi. Ozuqasi yetarli bo'lganligini hisobiga mana hozir mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. O'rimni ko'ryapsizlar, mana 120 sentner g'alla yetishtirildi mana. Yangi usulda suv 5 barobar tejaldi. O'g'it tejaldi, tagida namlik saqlandi, ozuqada uzluksizlik bo'ldi, ko'chat to'liq bo'ldi, hosil 120 sentnerga yetdi. Endi hozir keyingi agrotexnika nima qilmoqchimiz? Mana shu lenta bilan hozir qator orasiga mosh ekamiz. Mana g'allani bugun o'rib ketyapmiz, orqasidan mosh ekamiz. Oldingiday yerni sug'or, hayda, tekisla, tayyorla emas. G'alla o'rim bo'ldi degan kundan mosh ekiladi. Mana shu lenta orqali sug'oriladi. Oldin moshni sug'or olmasdik, parvarishla olmasdik, ozuqa bera olmasdik. Endi lenta orqali 3 marta ozuqa berishni hisobiga moshni hosildorligi ham 1 tonnadan 3 tonnaga chiqadi, xudo xolasa. Ozuqasini ozuqa shu paytgacha ozuqa berilmagan, yemagan mosh 1 tonnadan oshiq bergan bo'lsa, 3 marta tomchi usulida ozuqa beradigan bo'lsak, albatta xudo xolasa 3 tonnaga mosh chiqadi. Endi yana bitta bir haligi faxr bilan aytadigan narsamiz, mana bu selka, bu hozir Xitoydan maxsus Jizzax viloyati uchun yasab kelingan selka. Xitoylarning o'zida ham yo'q. Bu viloyat hokimimiz Ulug'bek Mavlanovich fermerlarni ishini yengillatish uchun vaqtni ertaroq shu ekin ekishga, makka jo'xori ham ekadi, chigit ham ekadi, mosh ham ekadi, no'xat ham ekadi, hamma ekinni ekadigan selka. Mana shu bitta birgina moshni hisobiga mosh 1-iyulda ekilgan mosh bilan bugun ekilgan moshni hosildorligida farq bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Vegetatsiya davri ko'proq bo'ladi, hosili ko'proq bo'ladi. Ertaroq ekilganligini hisobiga shularni hisob kitobini olib, mana maxsus yasaldi. Bu faqat bizni Jizzax viloyatida bor bu selka hozir. O'sha Xitoyda yasab kelindi. Mana shu selka bilan hamma boyaga aytgan ekin turlari ekiladi. Mana bugun shuni namoyishi. Bugun mana shu dalada g'alla o'rib ketilyapti, somonni yig'ib ketilyapti. Demak, mana shu yerga qo'sh qator qilib mosh ekamiz.
O'zlaringiz hozir ko'rasizlar, qo'shqator qilib mana shu selkada mosh ekamiz. Xudo xohlasa bir haftada undirib olinadi mosh. Undirib olingandan keyin yana bir marta kelib tomosha qilamiz. Usulni endi mana shu butun respublikamizda qo'llab, butun respublikamizda g'allada mana shu 150 sentiner g'alla olish, mana shu usulda paxta yetishtirib, haligi hosildorlikni 70-80 sentinerga chiqazish, mosh ekinlaridan 3 tonnagacha mosh olish, takroriy ekin sifatida makka jo'xorini silos uchun ekib, undan yuqori hosil olish degan narsalarni mana asta Xudo xolasa sizlar bilan maslahatlashib, mana fermerlarimiz bilan qilib boraveradigan bo'lsak, albatta iqtisodiyotga ham, fermerlarning iqtisodiyotiga ham yaxshi bo'ladi. Endi bitta duo qilib bersalaringiz, mana shu selka bilan ekishni boshlaymiz.